boshlaylik. Assalomu alaykum yurt ahli. Men bugun söyümlük ona diyar ve barlığına bilen yüz görüşkenlikimden cheksiz xushalman. Rahmat. Rahmat sizlarga. Men oldi bilan o'z ijodiyatimdan orman bilan ketadigan o'xshayman degan naqshamni huzuringizga sunmoqchiman. Qani, marhamat.
Bu dunyoga baxt, xo'shallik, muhabbatli ko'zing bilan qarasang, u xuddi vafodor Nozininga o'xshash jilbilinib, baxtni suyimli ko'rinadi. Biroq baxtsizning azobli ko'zida qarasang, u baxtni tor, razil, rahimsiz qotildek qo'rqinchli ko'rinadi. Hayot odamni har xil qo'ylarga soldi. Bu o'zining birda g'oyib bo'lib, birda paydo bo'ladigan xo'shalligi, dard alimi bilan odamni chiniqtirdi. Yoki holidan ketkizib, armon bilan safar qildi. Aşkıdım zor vaqa. Nurmu Tülle başqacha odam qilib o'zgartirdi. Turmadan chiqqandan keyin harakati hadidan ziyoda berilib rahimsiz jidalxo'r odamga aylanib qoldi. Hikmat onasining yordamida o'qishini davomlashtirib to'lg'ortining oxirgi yiliga chiqqandan hala bilan muhabbatlashibdi. Hey balla, yürünglar, tamaqni bizning uyda yeylik. Hey, bo'ldilar. Bizning uyga borayli. Apam naqma aytib o'tdi. Hikmat, sen borsang, Lolam boradi. Bizning uyga borayli. Ya, bo'ldi. Voy, bo'ldi. Ben baramayman. Uyda apamning mijozi yo'q. Uning ustiga dadamning uyida yo'q. Shunga uyga qaytinsam bo'lmaydi. Hikmat, apang og'rib qolgan edi. Nimishqman burunroq demaysan. Seni avval qilmay deb sana demagandim. Yura, undaq bo'lsa uyingga berib, sen tamoq ekib berin. Bo'lamdi? Ha, bo'ldi. Uyda singlim bor emasmi? Singlim tamoq etib berdi. Surat, ma'qul qilamsan? Ha? Xo'sh. Xo'shamsa. Xo'sh. Yura, mayli. Bu qizg'anchoq.
Bak. Appa, qandaqaroq pek og'rib ketyapamdi. Qaynoq su qo'yib beray. Doringizni ichib olamsiz ya. Mana. Bo'ldi qizim. Og'riq boyamqidan xeyli qo'yib berdi. Qizim, akaning keladigan vaqti bo'lib qoldi. Choyga o't yoqib qo'y. Qo'sug'larni ichib qolgandi qizim. Appa, uyda nonmi, unmi tugabdi. Qanday qilamiz? Dadam degan haraqkash mushu kunlarda naladim yuriydiganda. Deymizmi, dadamning biz bilan nimandir qari yo'q. Haraq bizdami muhimmi? O gaplarni qilma qizim. Ashu qitimliq o't aptidan keyin u mushundoq bo'lib qoldi. Bo'ldi qizim. Yoshlarimni surtvat. Akam ko'rib qolmasin. Kegizning qetida doktorxonaga ko'rinib oshgan 10 yuan bor edi. Sen chiqib non akirgin. Appa, siz tunugin doktorxonaga ko'ringan pulni nerdan topgandingiz? Ya dadam bu uyga bir tiyinmi pul akirmagan tursa? Akangni oliy maktabga menib qolsa, ishlatamiz deb 2-3 yildan buyon aran 200 yuan pul yig'gan edim. Kesilimni davoltaman deb shu pulni tugdi qizim. Bo'ldi qiling appa, ko'nglingizni buzma. Sizga yaxshi qoladigan ish bo'lsa, pul degan tepiladi. Tez bo'l qizim. Ma'qul appa. Tez. Pulni ilib mana kiray. Ay, nerede? Topdimmi qizim? Pul? Nerede pul o? Dada, bu degan apamni davolatish uchun qo'lim qo'shiladi. Qarz olgan pul. Akela pulni. Pulni akela. Pulni mana aka. Akela. Yo'q, bu degan pulni akela. Qo'shiladi qarz olgan. Apam og'riqma. Apam og'riq bo'lsa o'zi og'rib, o'zi saqiydi. Dadasi. Dadasi bo'ldi. Qaytirib bering, dada. Mana. Akela dada. Pulni bering. Appa! Qilamiz. Dadamni qanday qilamiz? Apa? Aka, jinim aka. Ne oldu singlim? Ha? Ne oldu? Dadam kelib Nima yig'laysizlar? Ha? Doktorxonadan oshgan pulni ilib yana aroq ishga chiqib ketdi. Bo'ldi, yig'lama. Yeydigan hech narsa yo'q. Apa, qandayroq ahvoling? Xil yaxshi bo'lib qolibsanmi? Xeyli yaxshi bolam. Aka, apam dadamning putiga ishilib edi. Dadam birini tepib apamni yotqizib qo'ydi. Jinim apa. Sen bizning jafoyimizni kichkimizdan tortding. Dadamning javrisiga chidab ta hozirgacha yemay, ichmay meni o'qityapsan. Oxiri bu hasrat alamlar oilaning eg'ir yuki seni holsizlantirib kasal qilib yiqitdi apa. Endi men cho'ng oldim. Oilaning yukini yana sening ko'tarishingga yo'l qo'ya olmayman. Endi mening sizlarnimi, o'zimni qiynab o'qig'im yo'q. Endi men pul topaman. Yo'q o'g'lim, undaq dema. Sen o'qimasang bo'lmaydi. O'qimayman degan gapni qilg'uchi bo'lma. Yo'q apa, yo'q. O'qimasang bo'lmaydi o'g'lim. Yo'q apa, men endi kichik bola emas. Seni o'qitaman. Sen o'qimasang. Oilamiz bundoq ayg'irchiq tursa, men qandoqmi xotirjam o'qiy. Uning ustiga oliy maktabga o'tgan taqdirdimi? Uningga nurg'un pul kerak. Jinim bolam. Endi seni qiynig'im yo'q apa. Men o'qimayman. Men sizlarni
Egir qiyinchilikdan qutuldirman apa. Dadamnimi? Halokatdan yondirib kelman apa. Apa. Oğlum. Aka. Mening aqlli oğlum. Valla. Hop. Kavak yandı mı? Otağın oğlu ha? Kilen Norika. Kolağını yelpi düşülen kapaklı kemde. Bomuz Uygurlarının içinden çıkan jigi olattın ha? Çıkma! Kanda halam otur. Kuşam ki arkanda. Gap yo'g'on-ku Nurika. Banki bulamagansan, ha? Kami bankı bulmadı ama öyle ki hortunlu buldum ben. Kap karasan da hep koyayım. Hortun diyen için aşı şimdi bir orutlamışsam gezgide mene de değil mi? Foto geçken gibi benim vakti değil mi? Kani iştok. Muş yerlerim buladı da Norika ha. Acayip sen de. Yaxşı. Kettim ben yani. Kettim ben. Kettim. Çıkıp kettim.
Men kim? Mening bu dunyodagi eng yaxshi ko'radigan odamim. Undaqda ismim nima? Tong saharda bulbul sayrganda echilgan lola. Hikmat, nimandaq gapga ustib ketding, ha? Meni kechikib qoldi deb, men xafa qilmayotgansan? Yo'q, men Nim bo'lding, Hikmat? Ajab g'amgin ko'rinsan. Hech nima. Nim bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Men degina, Hikmat. Mening oilamni obdan bilasan, Lola. Dadam shu qitimliq voqeadan keyin butunlay o'zgarib, aroqqa berilib ketdi. Dadamga qarab, opam kasalchan bo'lib qoldi. Bundaq sharoitda mening o'qishni davomlashtirishim mumkin emas o'xshaydi. Opam dadamning jafosini, bizning eg'irchiligimizni yakkichi topdi. Men hozir dadamning qilib yurgan ishlarini jirgansammi? Biroq u yanada mening dadam. Men endi maktabda o'qimaymikin deyapman. Nima? Imtihon berdiganga oz qolganda bunday qilsam, oliy maktab o'tgan taqdirdimi o'qish uchun nurg'un pul kerak. Mening oilamning ahvoli bundoq tursa, bir amal tepilib qolar, Hikmat. Bo'ldi. Opam sog'irib yana nalaga bordi. Men bir o'g'il bola. Endi opamni sog'irtadigan ishni hargiz qilmayman. Dadamning hozir uy bilan kori yo'q. Bir ish bo'lsa, meni pul topmadan deb urdi. Opamni dumbalaydi. Shuni men tanlagan bu yo'l shu ishlarni bir taraf qilishning eng to'g'ri usuli deb o'ylayman. Meni qo'llashingni umid qilaman, Lola. Hikmat, pul topaman deb meni tashlab yiroqroq ketib qolmasan-a? Hijron muhabbatni tavlaydigan o't. Nagilikday yuragimda sen bor, Lola. Shundoq. Bir-birimizga sodiq bo'lib, muhabbatni qadrlasakla, yengilib bo'lmaydigan mushkulot yo'q. Shundoq. Naqsh etibdagina, Hikmat. Naqshingni bakma anglag'im keldi. Haras Hikmat, menga yig'ishlab naqsh ijod qilaman degan va'dangni unutib qolmadingmi? Unutib qolmayman, Lola. Men cho'qin bir kuni senga berishtab naqsh ijod qilaman. Bu naqshini ikkimizning to'yida aytib beraman. Kechlikmi Gulsimada? Voy, keling. Tekshirishsiz, Yaxshi. Opam ansirab qolmasin. Men ketay. Ketamsa? Seningdan faqat ayrilg'im yo'q, Lola. Men shu Hikmat. Shundoq qilib maktabga bormaydigan bo'ldingmi? Boy sana dedim bu. Yana bir obdanroq o'ylanib boqqin. Men ketay. Xo'sh. Ma'qul. Xo'sh.
cimbilingizni berib turamdikin deb kirgan edi. Shundaqdimi, birdam o'ltirmamsiz. Bo'ldi, rahmat. Gulsimada Lola u ko'rinmaydi-ku. Takror qilaman deb boqib chiqib ketib edi. Lola aqlli, ham chiroyli qiz bo'ldi. Diqqat qilmasangiz bo'lmaydi, jimo. Voy, nimaga? Qizingizning yigit tanlashiga bo'lmamdi. Voy, ular texi o'quvchi tursa, qarg'anda Lolaning ishlarini bilmaydi ekansiz-da, ha? Neymiş? Lolachi hili qaraqkesh Zaboy Nur Muhammadning o'g'li Hikmat bilan obyekt emish. Ular maktabdan ayrilmay birlashar ekan. Astagfirullah. Biz bu ishni anglab hayron qoldik-da, ha? Lola ularning xili bo'lsa, u Guharni toshqa urgandek ish bo'lmamdi. Lola baqi kitob o'qig'i chiqib ketmidi? O'sha Haraqkeshning bolasi bilan ko'rishdik chiqib ketdi-da, ha? Voy, shu ishlarni qilib yuribdimi? Gulsimada Lolani obdaroq boshqarib qo'yingchi-mi? Zeynabada, qanaqa ahvolingiz? Lola, tinchlikmi qizim? O'tiring. Rahmat, bo'ldi, men chiqay. Gulsimda jimbilni olib beramsiz. Tomoq yeb chiqsangiz bo'lmamdi. Rahmat, bo'ldi. Tomoq yegil ayrim kirma. Kirasiz amsi, jim. Ma'qul. Xo'sh amsa, Gulsimada. Ma'qul amsa, xo'sh. Opa, nim bo'lding? Mijozing yo'qmi, opa? Zoda nim bo'lding, opa? Gap bo'z demamsan, odamning ichini siqmay. Hey, meni mahallada yoshi qilib qo'yamsan, qo'ymamsan, ha? Men seni deb qanchalik jafolarni tatmadim. Dadang rahmatlining yo'qligini chondirmaslik uchun men nimalarni qilmadim? Bugun kunga kelganda sening men qaytirdigan javobing mushi bo'ldimi endi? Opa, men zoda nemishni xato qildim demamsan. Hozir nega wading? Bog'da takror qildim. Hey, kim bilan? Hikmat bilan. U sening nimang? U mening savoqdishim. Meni to'la oldig'ichi bo'lma. Ma'maldagi gap so'zlarni meni anglamadi da'vatamsan. Eshib, osh Haraqkeshning bolasi bilan ishpash tatishib yurgidek bo'ldingmi? Opa, dodasi Haraqkesh bo'lgani bilan Hikmat yaxshi bola. U vafodor, obdan bola. Men uni sen men bilan gap taqalishyapsan, texi. Seni o'qitib qo'ysam, endi menga dars o'tgidek bo'ldingmi? Bugundan boshlab hiliqi Hikmat degan nimani ko'nglingdan chiqarib. Opa, men unda qilolmayman. Hey, sen mendan aymanmay shundoq gaplarni degidek bo'ldingmi? Men senga deb qo'yay. Bo'ldi. Ertadan boshlab maktabga bormaysan. Takrormi qilmaysan? Seningdek o'zini so'ramagan bolani ertadan boshlab maktabga berib baqa qani. Bolarim, nima ish qilyapsizlar, bolarim? Apa, akam ozroq ko'rish kiribdi ekan, sizga shogirish qaynitib beraylikmi deyapmiz. Voy jinim bolam. Ko'rishni nadan topding jinim bolam? Soat tugmachining suyini to'shib berib, shundan oldim, apa. Voy jinim bolam. Yaxshi aramag'in. Meni tonimayapsan? Ha? Meni tonimayapsan deyman. O'tava bu yoqqa. Piyoda kela.
piyola gap qilyaptimiz savo deyman. Nini tamak attınla? Şogürüş? Tüzgürak tamak etsen ölüşemse, ha? Şogürüş etken boynu bile. Mi şogürüşünü mü tamak dep ettin mi? Ha? Tüy! Dada, öyle tamak kılıdığın işinin bulmasa, şogürüş kılmay, nemi kılmasa sen? Sen tapmay, neymiş kılırsan deyme, ha? Neymiş kılırsa? Men çok ara, seni bakamen dep. Müşkün kaga adam ben. Sen yüz açtık nakışçı mı? Ha? Halkның balları çok ara. Pulunu pulga urup. Öyle güldek bekavatlıdı. Sen neymiş kılıvatsa? Ha? Kolodun neymi kelidi deyme? Ha? Neymi kıldın sen? De bakına. Kolodun neymi geldi? Dada, başkalarının dadıllarımı senin de tapkan təyenge harak içip öyle sorup yürgünü yok. Hey! Neymi dedin? Ha? Dada! Dada! Yokan! Dada! Yokan! Dada! Gözüm yok! Bu başkalarda sultan! Eğer kız boynunu sonra tırnıgan basın! Ya sen ölürsen ya o kişi göps! Opa uyudu! Oğludun mu? Ağladım! Ben pul tepkiley! Eğer ben gelgice, opa bilen sınıfı bir şop kalıdığın bolsa, ben sen bilen ayrı misaflaşım dada! Hey! Muhammed! Siz seni vatamda! Bıyıkçıdan! Tokta! Beni kırmızı! Ay madem bilen gitmiş vatamda! Estağfurullah! Ay Beni koyat! Beni koyat! Hey! Estağfurullah! Hey! Hikmet, nim buldu sana adaş? He? Nim buldum. Nim buldu adaş, digine? Üstüme işin kan bulup gitipti o. Nim buldu sana? Dadam mı? Gitti. Şu lanetli dadansa, kocan mı tuzla adaş ya? Olmalı nüreken adaş. Hem yarın kan bulup gitipti o. Ben yürüp koyayım. Dur. Ben yürüp koyayım. Kiyimlerini almıştır vağına. Hikmet, bana ki vağına adaş. Buldu, gönlünü yerim kıma. Ben 100 gün onu yiyip, beşini tevip koyayım. Emmişler ütüp gidiyor. Bana adaş, bana. Qanaqroq? Beşini yana og'riyotamdi. Yaxshi. Hozir yaxshi. Bo'ldi, elida adash. Ammo adash, hozirda soqaynida olsam bo'lmaydi. Ha? Voy. Og'riyotamda? Yaqay. Bo'ldi. Shunda qilib, maktabga bormansan? Yo'q. Men endi pul tepishim kerak. Hozircha kiraga pul yo'q. Ozroq pul berib tursam. Og'ina, bu nima deganing, ha? Bu kichikli ish-ku. Agar senda bo'lmasa, menda bor. Mendan so'rasang bo'ladi-ku. Menda yo'q bo'lsa, menmi senda olaman emasmi? Biz degan, ha? Lola bilan ko'rishib mangdigansan.
Sen bilen birle mektepke berip görüşüp mağay. Mundaq qilayli. Sen ishga oldida saqlab tur. Men maktab kirib, Lalay qarab baqay, bavos chaqirib chiqaman. Bo'lamdi? Ma'qul adash. O cho'qim qo'sh bo'ladi. Ma'qul. Mayli. Ayxini ki adash. Ke. Neymiş ekanligini uqmadim. Lala bugun maktab kelmabdi adash. Bo'ldi. Men uyga baray. Sen darsing kirib adash. Undaq bo'lsa, ma'niga vaqtini ko'rishayli, ha? Bo'ldi. Men sana xabar qilaman. Ma'qul. Qo'shamisan. Rahmat sana. Men dars kirib ketdim o'zi. Xo'sh. Seningdek Zabay harakashni o'g'lab bergan qizim yo'q mening. Ko'zimda yo'qol. Men sanga qo'yay, senchi Lalaning xilamas. Hey, nimaga ishonch qilib qizimni kirib olding? Ya bir katta to'y qilib og'ida kuling varmidi? Ya bu harakashdan o'ylab qo'yamdi seni. Ada, men pul tepib oldingizga kelsam, bundaq yolg'on gapingni berib opang bilan dodonga deb bergin. Buningdan keyin yana qizimni kirib oladigan bo'lsang, men seni bosh qo'yib atmayman.
Söylet. Kim o? Kire. Hikmet. Kire ağine. Kire. Ha, üstü çıkı. Ha, kile adaş. Yukarı öte. Ha, otur. Neymiş oldu? Soluşup ketipsen qadaş. Lalaning apisi men qattiq haqorat qildi. Buningdan keyin Lala bilan ko'rishishim mumkin emas o'xshaydi. Men bir parcha xat yozib qo'yay. Berib qo'ysam bo'pti adash. Bir parcha xat degan nima adash? Men berib qo'yman. Ikkimizning o'tirisida bundoq kelib ketamdi. Men ish topgandan keyin oilamdagilarga sen orqali pul, Lalaga xat avatib turman. Ig'ir ko'may ular yetkazib qo'ysam. Xotirjam bo'l. Mening avatganligimni ularga demisang, salli bilgin. Yani şu dadağının meni parakende kılıçıdan korkup sende adaş. Şunaqma ha? Ensirme adaş. Lale'den hatırcam bulamayyotam sen. Men obdan qarab qo'yman. Biz savaqdaş tursak. Hatırcam bol. Men onun obdan qarayman. Hatırcam bol ha? Ensirmsang bo'ladi. Ensirme sana. Bu yaxshiligingni cho'qim qaytarman. Nalik gapni qilgan adaş. Hatırcam bol ha? Aka, oshxonangizda men qilgidek ish bormi? O'sha yerda ish qilib jenimni boqsam bo'pti ekan. Nereden geldin? Yezdan keldim aka.
Bizning odamimiz to'liq ukam. Aka, men qochquchi yolayman, hamma ishni qila olaman. Men Bo'ldi ukam. Bizning vaqtimizdan may chiqib tur, ha? Hozir odamimiz to'liq bo'ldi, chiqib tur ukam. Ukam bu yerga. Tamoqning pulini men to'layman. Bir qosh tamoqqa chiqib beraman. Ha, bir taqsilaqman. Qarasam, yezing kelganda qilasan. Ha. Bu yerda urug'ni qoldiring bormi? men bu yerga ish izlab kelgan. Ota-onang bormi? Yo'q. O'lib ketgan. Isming nima? Ismim Ahmad. Ahmadda. Nima ish qila olaysan? Men to'liq o'tirdi o'qigan. Naqsh ayta olayman. Dutarnimi yaxshi chala olayman. Oy, barakalloh. Qo'shig'ing hozir echibdi-da ukam, ha? Rahmat. Bir ishingiz bormi aka? Men qilib o'tay. Mening hozir bir ishim yo'q. Men shu topda sen to'g'rilik o'ylayapman. Bir hafta bo'ldi. Abdulum Rayonlik san'at institutining odamlari shahrimizga kelib, sana o'xshash talant egildirdan imtihon elayotdi. Ular aytmoqchi imtihon berpasan qanday? Ishonching bormi? Agar shunday fursat bo'lib qolsa, o'zimga ishonchim bor aka. Unda yura. Canım balam Hikmet. Nelerimi tentirep yürüydüğün sen. Apa, yetivemey o'rningizdan turibsiz o. Odam yetiverse kesalcan bu ketirken kızım. Eklan, kırlanma jüvite. Bo'ldi kızım bo'ldi. Bu akanın köyüne. Bechora balam bir qo'r kiyim bilan chiqib ketgan. Naladim kelib tantirab yuruydi. Apa, bo'ldi ko'nglingiz yerim qilmagan. Akamga hech tushunmaydi. Naladim tantirab yuruydi sen balam. Azroq pul ketkaz qaytib kelaman deganda qo'pat ardi qaytib keladi apa. Ko'nglingiz yerim qilmagan. 2 kun bo'ldi. Dadammi yo'q mana. Yollarında sen yavsun. Ayrılışqa kelsen bugün bilsem ko'nglimni. Tashna bo'ldi. Bir hafta oldu. Bir naqshchinimi topamadik aka. Onchilik umidsizlanib ketmayli. Fursat degan yana bor. Nalik fursatni deysiz Mutallib aka? At mangdigan tursak. Mang'ich biroz chiqib qola. O'g'lingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Salomatchilikmi? Tinchlik. Ha, qanday ahvolingiz? Tinchlik-ku. O'zingiz Mutallib aka, ko'rinmaysiz-ku. Yaxshi-ku. O'zingiz sizni kechikib olgan bo'lsa, chiqim bo'lmasin dedingizmi ya, ha? G'olibjon, undaq bolalarni emas. Shundaqmi ukam? Ya'ni Mutallib akam tushunadi. Sizlarni yaxshi naqsh topamidi deb anglab, shunda yaxshi naqshdan birini olib keldim-ku mana. Ko'rib boqamsizlar? Ha? Voy, yaxshimisiz ukam? Ko'rib boqamsizlar Mutallib aka? Ha, bo'ladi ukam. Biroq keling Mutallib aka.
Bo'ladi. Ma'qul. Naqshani aytib baqa bolam. Maharatingni bir ko'rib baqayli. Men xalq naqshilaridan qapqara qo'y ko'zligim degan naqshini sizlarga o'ralab beray. Qapqara qo'y akizligi Qani yaxshi ekan. Jonim pida bo'lsin. Qana bolam degan. Qani yaxshi ekan. Qandaqroq Mutalibga? Bo'ladi ekan. Ovoz xeli yaxshi ekan. Jonim Bo'ladi ekan. Rahmat sizga. Yaxshi. Bu yoqqa kela o'g'lim. Kela. O'tir. Isming nima? Ahmad. Qayerda tursan? Hozir mening turar joyim yo'q. Otanang-chi? Kichigimda o'lib ketibdi ekan. Bo'ldi. Sen qabul qilinding. Asma? Aytim men bilan birgaman. Mutalibga anglasam ati ma'g'ir ekansizlar. Shunga enim Ahmad Chay uchun bir choy yuray degan. Qada. Bo'ladi, ukam. Bo'ladi. Anda xos biz mangayli. Yura bolam. Rahmat. Ma'qul. Qara e'lonlayman Allah. Gaptiram, gancha g'alibga, ha? Uzoqlik sharatiga yusib qolgan bo'ldi-da. Qara e'lonla. Bugun tas ichramotimni. Qara. E'lonla, qo'sha. Qal ichramotimni bugun. Qo'sha. Qo'sha. Bo'ldi. Qani qo'sha. G'alibjon, seningning ahvolingni so'rg'ash o'rta. Ma'qul. Ne bo'ldi voy? Echinib o'tir. Bo'ldi. Atiganda berasan tanishib beribdiman. Mening ismim G'olib. Viloyatlik madaniyat idorasida ishlayman. San'atni sevman. Seningdek san'atchilar teg'im qadrlayman. Sen boshqa ishlaringdan hargiz ham qilma. Ishlaringga mana yordam qilaman. Ko'p rahmat G'olibga. Siz menga yangi bir hayot yo'li berdingiz. Bu yaxshiligingizni men umrvoyat unutmayman. Hozir sen undaq gaplarni qilmag'ana. Seni olayapsa, hatmi? Ala. Hozir rahmat. Axir e'lon. Fatma, G'olibga, men bulbulingni bir hayratmamsan, ha? Bulbul sizlarning oilangiz-on, ha? Salam, ukam. Sazingni anglayli. Qara. Qo'ling tutan ag'na. Salam, ukam. Rapat sazingni anglayli. Qara. Men bu yerga ish izlab kelib, yaxshi niyatli odamlarga uchrab qoldim. Bu mening baxt peshonamning o'ng'liqidan bo'lsa kerak. G'olib akam meni Mutallib akamga tanishtirmagan bo'lsa, mening o'qish orzuyimdan eg'iz ichish mumkin emas edi.
Mana mushu bizning oyliklar rayonimiz bolam. Sen bundan keyin bizning o'yittirsa bolam. Ürümçi bek güzelken. Sen bundan keyin mushu güzel shaharda o'qiysan. Sen tirishib o'qisanglar, har qanday ishqa mana mayga. Keldik. Keldik mi? Keldik bolam. Tusha. Yürü balam. Yürü balam. Keling balam. Bizning oyga chiqayli. Bizning oy mana shu. Voy, dada, canım dada, yaxshi turdingizmi? Qandayroq turdingiz? Yaxshi, men yaxshi turdim. Men sizlarni tanishtirib qo'yay. Bu mening qizim Saba. Bu yoq akangiz Ahmadjon bo'ladi. Akangiz? Keyin tushuntirib qo'yman. Qani uy kiring. Qani uy kirayli balam. Men qizim. Aklana alay. O'tiring. Aklang dada. Men. Qo'sqinga tuz ochqanda, Sizning tomog'ingizni yeymiz deb Ahmadjon ikkimiz tomoq yemay keldik qizim. Unda xussa choy ichgach o'tiringlar, men tomoq hazırlab kiray. Men qo'limni yuvib kiray balam. Qani ag'ash o'tiring. Ahmadjon balam qo'lingni yuvib ol. Aş uyduma? Aşağıda. Olta balam. Öyleriniz bek esilkenci mi? Bundan keyin sen mushu uyda tursan balam. Choyinglar dada. Rahmat. Rahmat. Sizlar choy ichgach o'tiringlar, men tomoq etib kiray. Choy ichcha balam. Qo'sqog'im ochqanda. Ala. Nimaga tayyorlik qilyapsiz, qizim? Nimaga tayyorlik qilyapsiz deyman. Sizlar men etib beraymikin deyman dada. Mayli, bo'pti. Uyingizni rostla yaxshi zinatlayapsiz. Shundoq balam. Bundan keyin sen mushu uyda tursan. Qo'sqing to'ydimi balam? To'ydi. Bek o'xshabdi. Sabah, bu yoqqa chiqing qizim. Ahmadjon akangizga urur rastlab bering.
charchab ketdi, aramasın. Chiqib aramal o'g'lim. Chiqa. Aramal bolam, aramal. Jo'na Ahmad aka. Bu yoqqa kelib o'ltiring qizim. Men yo'q zerikdingizmi? Yo'q. Dada, o mening qandaqsiga akam bo'lib qoladi. Yetimning qadriga yetim yetadi qizim. U bola asli bir yetim bola ekan. Ahmad aka, yaxshi uxlabsizmi? Bak yaxshi uxlabdiman. Çay içimi. Mutallab akam ko'rinmaydi-ku. Dadam attigan sirtqa harakat qilib chiqib ketgan-di. Siz bir yerda ishlamsiz? Yo'q. Bundan keyin ikkimiz savodashib qolamiz. Men yangi maktab bitirib muzikadan imtihon berib san'at maktabiga qabul qilindim. Voy, undaqda bak yaxshi o'tdi-ku. Bundan keyin ikkimiz izra o'rganib yordamlashimiz shu. Ilanga. Voy, dada. Qandaq bolam. O'tir. Qandaq? Yaxshi uxlabsanmi bolam? Bak yaxshi uxlabdiman. Çay içsana dada. Qani, ilanga? Bolam. Ahmadjon, mundaq ish bolam. Atatiganlikka sen maktabga tizim qoldiradigan kun. Sabo bilan ishkanglar bir sinfda. Yaxshi o'rganib, kelgisida yaxshi bir muzikant. Elsuyar bir naqshchi bo'lib chiqishinglarni umid qilaman. Men cho'qim ajringizni yerda qo'ymayman. Yaxshi. Bo'ldi. Endi çay içaylik dada. Çay içaylik. Ekilan. Bo'ldi qizim. Ilanglar. Canım kızım, niman da qilsa? O'zingni bir tuzashtirib yursang bo'lmamdi. Sana qarsam, men tugishib ketyapman. O'zingni oyimsang, meni bo'lsimi oyig'in. Men shu sen yaxshi bo'lsin deb shunda qilyapman. Bunda qilsang, meni tugashtirib etsan juma. Yaxshi bo'lsin deysan. Ergizim bunda qilmagan bo'lar edim. Meni hikmatdan ayirib etmayding. Jismimizni ayirib etganing bilan qalbimizni ayirib etmaysan. Sening xiyoling yana shu hikmatdimi? U sening beshingni o'ylantirib etgan o'xshamamdi. Malla hayot bo'ladi ekanman, sening uning bilan aralashganingni bir ko'ray. Men sizni o'tkazib kelgicha mush joyingda midirlamay o'tirsa. Hikmatgining bo'lgandi. Necha kun bo'ldi uning naqshisini anglamadim.
Hikmet Lale'ye yazan xetide nimelerni dedikin? O qaytib kelsa, Lale bilan to'yqib ketaman. Men barmog'imni tishlab qolamanmi? Yo'q, bu mumkin emas. U mening. Uni meningdan hech kim torta olmaydi. Ko'zimning qarisi, yuragimning parisi. Canım Lalem, selamet misin? Men bugün hilqi joyda seni bir gün saqladım. Biroq sen chiqmading. Men apaning tilo qaratlarini anglab, sening nima uchun chiqmaganligingni uqdim. Apang meni va mening oilamdagilarni bek past ko'rdi ekan. Dadamning xatoligini mening va bechora opamning xatoligi deb bildi ekan. Canım Lalem, pul bizning saf muhabbatimizning maqsadi emas edi. Biroq shu pul tufayli men uydan haydaldim. Shu pul tufayli opangning oldida xorlandim. Men biz uchun va bizning to'yimiz uchun pul topmasam bo'lmadik. Shunga men sirt shaharlarga ish izlab ketdim. Biroq sen meni saqlagin. 1 yil, 2 yil, 3 yil pul topaman. Chunki men pul topsamla, ondan ikkimizning to'yi bo'ladi ekan. Sana erisha olay ekanman. Meni saqla. Sen har qachon, har minut qalbimda. Seni mangu suyib, bechora yolg'izim Hikmet. Lale bilan to'y qilamiz-di. Bu mumkin emas, Hikmet. Sen tugashding, Hikmet. Sen tugashding, sen tugashding. Surat! 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 Lale, ustiga chiqib o'tir. Yo'q, chiqa. Bo'ldi, Surat. O'ltiramayman. Uydan o'g'liqcha qochib chiqdim, Surat. Chiqib o'ltirib borang shali. Bo'ldi, o'ltamay, Surat. Necha kun bo'ldi Hikmatning xabarini hech olmadim. Shunga seningdan bir xabarni o'qib boqay deb kelishim. Desam gap chiq, Lale. U o'tganda sen bilan ko'rishman deb chiqib ketib, yerim kechida so'lashgan pet qaytib kelibdi. U menga jondan to'ydi. Lale'den nefretlendim. Bundak yaşlıkça öyle olman dedi. Ne onunla? Onda kılmağın. Otlarda uquşmaslık bağışaydı desem. Yerim keçide öyden yügürüp çıkıp gitti. Ben onun arkasından yügürüp yetişemedim. Arkada ensirep öyge basam öygüm bağmaptı. Keyin Akistan boydan qanıq boyalgan köynegini tapdım. Nima? Qanıq boyalgan? Yo'q, Hikmet ölmeydi. Sen beni aldadsan. Ben seni neyim dep aldığın Hikmet. Yalgan. Mümkün emas, sen beni aldatsan Surat şundaq. Sen neyim dep aldayman? Mağla işenmisan mı? Onun köynegini tonağasan? Hikmet'ten köynegini tonamadın mı? O ölgen bolsa, onun cəsdi. Onun cəsidini tapamadım. Yo'q, bu yalğan. Sen beni aldatsan. Yo'q. Lale! Lale! Hikmet! Hikmet, neredesin?
Hikmet neredesin? Hikmet. Yok sen ölmezsen Hikmet. Yok. Sen ölmezsen. Hikmet. Yok. Buldum kızım. Kimin köyündeki? He? Abla, Hikmet öldü. O ölmedi. Oldu çığlama. Senin baba. Yok o ölmedi. Ben şenmeyim. Yok. Hikmet ölmedi. Oldu. Yok abla. Gidelim. Hikmet ölmedi. Hikmet ölmedi abla. Yok. Yok. Şenmeyim. O ölmedi. Yok. O ölmedi. Abla. Beni koyun abla. Dostum Süre, yaxshimsan? Men bu xatni oldirash yozyapman. Men hozir yaxshi niyatli bir kishiga yo'liqib, Urumchiga kelib ish topdim. Nima qilayotganimni hozircha sana demay turay. Keyin seni birdila xushal qilaydiganligimga ishonchim komil. Qadrli do'stim, pat yaqinda sana pul va xat avatiman. Bu pulni opamga, xatni Lolaga berib qo'yishni unutdim. Ahvoldan qaraganda bu yerda 4 yilcha turib qoladigan o'xshayman. Lolaga salomimni va bu ishlarni yetkazib qo'y. Xayr, san salomat tilab, do'stim Hikmatga. Agar mushundaq ketaversa, men yaxshi niyatli bir odamni, Mutallib akamni aldab qo'ygan bo'laman. Yo'q, bunday qilsam bo'lmoqdek. To'g'ri. Men bu ishlarni Mutallib akamga cho'qim deyishim kerak. Kirim. Mutallib aka, haqqini o'ldiring. Qani, Tek uxlamabsan bolam. faqat uyqum kelmadi. Ha. Ati maktabga borasizlar bolam. Sen baldırak aramag'in. Mutallib aka, sizga deydigan bir gapim bor edi. Nima gap? Men asli Ha, gap qilma. Yana shu xijolatchilikning gapimi? Men asli bo'ldi. Sen hergiz meni xaf qiladigan gaplarni qilma. Bu degan o'zingning uyi. Ha, qandaqli ish bo'lishidan qat'iy nazar buni kallangdan chiqarib et. Ha, bo'ldi, boshqa ishni o'ylama. Aramal. Mutallib aka. Ha, yaxshi o'qi bolam. Obdan aramal, ha? Mutallib aka. Ha, bo'ldi, aramal.
O'g'lim, bizning bir-birimizga mehrimiz tushib, ota bola bo'g'inimizga 4 yildan eshib qoldi. 4 yillik o'qishingmi bitdi. Sening qayerda ishliging bor? Men Uljuga ketayimkin deyapman dada. Nima? Sana bu yer yaramadimi bolam? Undaq emas dada. Meningmi o'ylaganlarim bor. Meni qo'llashingizni umid qilaman. Yo'q, siz ketsangiz bo'lmaydi. Men sizni hargiz ketkizmayman. Sizga shunchalik yaxshi o'qidingiz. Hozir Naqshchi Ahmadjon Muttalib desa, tonimaydigan odam yo'qdirsa, sizga viloyatlik o'maklarga emas, Abdunum rayonlik o'maklarga mos keladigan tursangiz, haris sizni radio stansiya ziyorat qilmoqchi ekan. Qo'ljida bunday fursatlar bormi? Ketmang Ahmadjon. Siz hargiz ketmang. Agar siz ketsangiz, bu Men yurtimdan ayrılgılı 4 yıl oldu. Ata-anamni sığındım. Meni saqlayotgan Lolani sığındım. Men endi bu ahvollarni yoshirmayman. Endi bu sirlarni oshkorlaydigan vaqt kelgan o'xshaydi. Men yurtimga berib, ota-onam bilan ko'rishiman. Go'zal Lolam bilan to'y qilaman. Jinim Lola. Biz visol topadigan sanoqli kunlar qoldi. Chidag'in. Oy, sabah. Yaxshimi? Keling. O'tiring. Hech uxlamadingizmi? Sotil uxlayolmadim. Duttani bek yaxshi chaladi ekansiz. Duttanimi? Nadiga munda qilib qo'ydim. Bir ish olmadi? Men sizdan bir gapni so'ray dedim. Qani, so'rang. Siz meni yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'raman. Siz degan meni singlim tursiz. Nima deb yaxshi ko'rmagidakman? Yo'q, mening demoqchi o'g'lim, singlingiz o'rinda emas. Qiz do'stingiz o'rnida yaxshi ko'ramsiz demoqchi. Nima? Bu nima deganingiz? Men sizni azaldan singlim o'rnida ko'rib keldim. Unda qalayimqan xiyollarni qilsangiz bo'lmaydi sabah. Nima deb bo'lmaqadek? Men qandaqdir sizni yigitim o'rnida ko'rishni xohlayman. Men siz yaratmoqda qiz olamasdimmi? Yo'q, bunday demang. Bu mumkin bo'lmaydigan ish. Mening qalbim allaqachon yiroq bir sahrodagi qizga mansub bo'lgan. U allaqachon mening qalbimni egilab bo'lgan. Mundaqda birsi bor danga. Siz bizni aldabsiz. Yo'q. Men sizlarni emas, o'zimni aldab kelyapman, o'zimni. Siz vijdoningizni so'rab beqing. Vijdoningiz buyurgan ishni qiling amisi. Vijdonimning nima deydiganligi menga ayon. Lekin siz menga mening yaxshi singlim. Yo'q. Sabah.
Ketdim! Ey, ketdim! Hikmet deb turgan. Endi buni ro'yoq chiqishga bo'lmaydi. Elimi bu elchilar 7 qitim kep bo'ldi. Qizim, bugun elchilarning mushunun bilan bu uyga 7-chi qitim kelishi. Suratjanmi o'zi shundoq obdan bala. Uning ustiga o'zingning savog'dishi, iqtisodiy ahvolimi yaxshi. Yo'q, oppa. Hikmatni saqlayman. Qani o Hikmat balam? Helim uni 4 yilcha bo'ldi saqladim. Mushu vaqtcha izdergim bo'lmasa, Allah qachon bu dunyodan yo'qolgan nimaga kechgacha tamoq qilib o'ltiraveramsan? Helimni tangtishlaringning hammasi to'y qilib bo'ldi. Salla qolding shu tapda. Oppa, u degan suratning o'yini. Hikmat cho'qim bir kuni qaytib keladi. Uning bergan va'damni buzolmayman, oppa. Sening oldingda kichikkin yuzimmi yo'qmi jinim balam? Men seni shunchalik jafoda cho'ng qildim-ku. Dadalik vafot bo'lgandan keyin nurg'un elchilar kirgan bo'lsa-mu, men turmushlik bo'ldimmi? Nima deb? Faqat senila deb balam. Oppa, nima uchun qizim? Buning hammasi sen uchun emasmi? Jinim oppa, bularning hammasini men bilaman. Biroq sen bana opangning o'rnida emas, xizmatkoringga muomala qilgandek muomala qilyapsan. Agar mushundaq qiladigan bo'lsang, bo'ldi, men ketay. Dadamning yeniga ketay. Jinim oppa! 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 Jinim oppa! Qutlushay. Bunda qilmag'in oppa. Bu dunyoda mening seningdan boshqa hech kimim yo'q, jinim oppa. Sen dadamning yeniga kelsang bo'lmaydi. Men qanday qilaman, jinim oppa? Bunday ahmoqlik qilmag'in. Jinim oppa, men sen uchun muhabbatimni emas, jinimni qurbon qilishga tayyor, jinim oppa. Men gapingni anglayman, jinim oppa. Oppa. Herkes ahmoqlik qiluvchi bo'lma, jinim oppa. Men gapingni anglayman. Gapingni anglayman, oppa. Jinim bolam. Apa. Nim bo'ldi qizim? Anladingizmi? Nimani? Lola hadam to'y qildi. Kim bilan? Surat akam bilan-chi. Surat bilanmi? Ha. Akam nelerdim yürüydü kandı. Shuni deyman, 4 yildan oshdi, chimibli ketdi. Bechora o'g'lim nelarda yuriydi kandı. Lala hadam akam saqlab seyirken o'xshaydi. O qizg'in uvalla yelimni uzoq saqlab ketdi. Akamdan hech bir xabar yo'q. Oshida, Nurmamit akamni mashinasi qo'yibdi. Nima? Yeziq to'xtirgan ekan. Dadisi, ko'zimiz ochdi. Dadisi. Biz davolaymiz.
Hadi, yig'lamang. Cho'ng sho'xdek turdi. O'ng puti odisiga yo'liqib zaxmlanibdi. Uningdan sirt butun badani spirtdan zaharlanib, jigri kordan chiqqan o'xshaydi. Uning uchun biz oldi bilan davolash ep berib, ondan operatsiya qilsak bo'lg'udak. Davolash haqqi uchun hozircha 4000 yuan pul topshirsizlar. Nima? 4000 yuan? Shundoq. Turmush ahvolinglar menga ayon. Agar hozircha topshirolmasanglar, men sizlarga kepil bo'lib turay. 3-4 kundan keyin bir amal qilib topshirasizlar. Rahmat ukam, rahmat. Qandaq bo'ldi apa? Hech nadim bitmadi qizim. O'zda yo'q, olamda yo'q degan shu. Endi qandaqmi qilar? Qandaq qilabdiq. Uyni setaylik. Uyni setaytamdiq. Uyni setirasak, nerda o'ltiramiz apa? Nerda o'ltirabdiq? Eg'irimizni yoki odamni qutuldirmasak bo'lamdi. Kimga sotamiz? Suratni uy oladigan deb atadi. Shu suratga sotaylikmikin? Heliqi uy hidan ep chiqqina qizim. Ishmada qanday ahvolingiz? Seni izlab meni edim. Nima bo'ldi? Mundaq ish edi. Nurmamitdan og'rib, balnisti yetib qolgan edi. Doktorlar 4000 pul etganlar deydi. Pul izlab kirmagan to'shigim qolmadi. Og'ining hikmat bo'lgan bo'lsa-mu, bunchalik bo'lib ketmas bo'g'iydi bolam. Shunga boshqalardan seni uy oladigan deb anglab, sana uyni sotaylikmikin deb seni izlab meni edim bolam. Uyni setib o'tib, sizlar nerda o'ltirsizlar Ashmada? Avval Nurmamitkanni bir davolatib olaylik, ondan bir gap bo'lar. Uyni olamsan bolam. Asam olay. Bu sizlarga yordamim bo'lib qolar. Men to'y qilsa u uyda o'tiraveringlar. To'ydan keyin bir gap bo'lar, ha? Rahmat Surat bolam, rahmat. Men uy xitni hozirlab beraydi. Men uydan pul olib beray. Bo'ladi, tezroq bo'lasan bolam. Men doktorxonaga bormasam bo'lmaydi. Ma'qul. Ma'qul. Xo'sh bolam. Xo'sh. Nurmamat. Tamoq yemsiz. Tamoq yemsiz deyapman. Tamoq emas. Men aroq ichaman. Aroq ichaman. Aroq gap. Bo'lmaydi, aroq ichsangiz bo'lmaydi. Ey, qo'roq gapni oz qilib. Endi bo'lmaydi, aroq ichsangiz o'lasiz. Aroq gap, qo'roq gapni oz qil. O'rnimdan turib oladigan bo'lsam,
Kögülüğün göstü be. Nima? O'rningdan tursang, nim qilmoqchi eding? Aroq ichib o'lmoqchimisan? Sen mushunda hayvondan beter yaşap, olamdan o'tmoqchimi? Shu aroqsini neyib qildi-ku? Yana ichmoqchimisan? Bir chaqlarda qandoq yigit eding? Endi turqun qarab boqqina. Nim bo'lib ketding? Sen ayolingga, bolalarыңga nim deb zulm salasan? Sening tüpeylingdan bejirim ayol kesaljonga aylandi. Sening sababingdan Qizilguldek yigit sargardonga aylandi. Shu ishlarmi yetmadimi endi? Asli ular sana nafratlansa bo'ladi. Biroq ular unda qilmadi. Sening hayotingni qutqizib qolish uchun uyini setib etdi. Nima? Uyni nima qildi? Uyni setib etdi. Shundoq. Uyini setib etdi. Mana bu sening ojizing. Kech kunduz uxlamay sana qaradi. Chunki ularning qalbida sana muhabbat bor. Unda qilma Nurmamat aka. Senmi odamdek yasha. Ayoling sening muhabbatingga, bolalaring sening otiliq mehringga muhtoj. Yaxshimisiz? Siz nechinchi yil o'qishga kelgan? Men 95-yil o'qishga kelgan. O'qishingiz bitish oldida ekan. Maktab bitirgandan keyin qayerga bormoqchi? Men o'qish bitirib bo'lib, yurtim G'ulja qaytib ketmoqchi. U yerda nimangiz bor? U yerda Nurmamat, qandoqroq tursiz? Azroq tomoq yeb oling. Yo'q. Azroq yeb olingmi? Yo'q. Hech nima yegim yo'q. Tanagandan bir qo'zqam ochmayotdi. Jiq o'ylandim. Esim doktorning deganlari to'g'ri ekan. Demisimi hayvondek yashapti. Hayvondek yashapti. Sana yüzgülenmeymen Ayşem. Seni harlattım. Eşmetni. Öydün koğlap çıkırıptı ben. Şulanı oynasam yüzündeki karasını hıcalatını ben. Undaq demang Nurmamat. Öýni yo'qotganimiz bilan onunda näçäsi qimmat narsani tepib oldik Nurmamat. Keldimmi qizim? Dada, jinim dada. Kızım, beni keçirersenmi? Ha? Beni keçirersenmi? Keçiraman dada. Akamı sizni keçirdi. Akamı sizni keçirdi dada. Ben oğlum Hikmet yüzgelenmeymen. Bo'ldi şıg'ıl. Sakayıp çıksam onu çokun izlep tapımen. Onun aldığında günahimni dileymen. Onun hep bu saraymen. Bo'ldi şıg'ılım dada. Bo'ldi qiling dada. O'zingizni qiling. Undaq deyman. Bo'ldi şıg'ılım. Akam sizni keçirdi. Sizga radio aqash kelgandim dada. Radio. Keling. Radyo. Ayşem. Kızım radyo açtı. Rahmat. Mayt yaxshi so'zlab berdingiz. Bu naqshini kimga atab yozgandingiz? Bek yaxshi naqsh ekan. Men bu naqshamni kayib sapakayni kirib, aroqning quli bo'lib, illiq oilani vayron qilib, bollarni sargardon qilgan vafosiz otlarga berishligan. Abalının avazı oğlum
Hikmatning ovozi g'ajab o'xshaydi ekan. Ovozi Hikmatjonnikiga g'ajab o'xshaydi ekan. Akami. Shumiya. Ismini Ahmadjon deb atadi-ku. Biroq ismi o'xshamaydi ekan. Ovozi o'xshagan bilan ismi o'xshamaydi ekan emasmi? Ahmadjon, sizning qimmatli vaqtingizni chiqarib ziyoratimizni qabul qilganingizga rahmat. Sizga rahmat. Voy, Ahmadjon. Ahmadjonka, ne bo'ldi? Sizga ne bo'ldi gap qiling. Doktor, menga gap qilsangiz. O nima kasalga giribtar bo'ldi? Menga deb bering. Uning nemisi? Uning singlisi. Undaq bo'lsa bu yoqqa kel. Endi dang, siz uning nemisi? Rasman uning singlisi. Bu ishdan bizmi bak afsuslandik. Chunki u yigit bakli yoshgan emasmi? Menga dang, doktor, u nima kasalga giribtar bo'ldi? Aytib bersingiz-chi. Oqqan kesliga giribtar bo'ldi. Oqqan kesili? Rak kesili demakchimi? Rak! O'tinib qalay uni saqaytinglar. Saqaytibamiz bor. Biroq doktor, o'tinib qalay, qancha pul kelsin mayli, uni saqaytinglar. Shunga bu yerga yotqizgandan ko'ra uyga olib chiqib operatsiya qilganlar yaxshi. Ya, mumkin emas. Ahmadjon, nemish qilay degansiz? Men qilish beray. Choy deydi. Ma'qul, men qo'yib beray. Bo'ldi, yeter. Rahmat sizga. Sizni ovora qildim. Yo'q. Men doktor bilan ko'rishdim. U sizni hech qanday kesili yo'q. Chiqib ketsa bo'ladi dedi. Doktor chiqib kelsa bo'ladi degan bo'lsa chiqib ketayli. Sabah. Ahmadjon. Nima bo'ldi? Sabah. Nima bo'ldingiz? Nima bo'ldingiz? Nima qilasiz, ha? Yig'lamang. Yig'lamang. Hech yo'q. Bo'ldi. Ko'zingizni yerim qilmang, ha? Doktorxonadan chiqib kelsak bo'ldi-ku, ha? Bo'ldi. Yig'lamang. Bu ishni dadam bilmagan-da Sabah. Yo'q, uni haqida o'tirg'idek bo'lmadi. Bo'pti, uxmasin. Bo'lmasa ansirab qoladi. Bo'ldi, yig'lamang.
Yaxshimisan, Lale? Sening bizning to'y ishimizga qo'shilganingga rahmat. Sen meni oxir tushunimsan, ha? Men seni deb emas, opamni deb shunday qilyapman. Biroq mening qalbimni hikmat allaqachon egilib bo'lgan. Sen faqat mening jismimga ega bo'la olasan. Men sana burildi degan-ku. U allaqachon o'lgan odam. Hayot bo'lsa, bir apachi xiti bo'lsa kelatdi. Shu mening muhabbatimni qadrla. Men sening ko'nglingni cho'qim tutib olaman. Aşı zilva beden, çıraylık gözler, uncidek lalleri, sütdek bedenleri benim oldu. Ben neme degen bəxtlik. Yetimning og'zi ochiq tekkicha, burni qanotdi degandek. Taqdir. Sen nima degaransiz? Menga bu hayotda bir qatim qanib kulvog'idek fursat bermeding. Sana bunchalik adolatsizlik qildik. Oldingda nima gunoh o'tkazgan bo'g'iydi? Endi men yurtim bo'lar. Ota-onamning didoriga qanay. Bolani bir ko'rib olay. Endi sirlarni oshkorlaydigan vaqt keldi. Yalğız o'tiribsiz-ku. Akangiz qani? Akam yotoq uyda. Sabah qizim. Nima ish bo'ldi? Qizim. Ahmadcha ashkanlar bir necha kun bo'ldi tuzukroq tomoq yemaysizlar. Mendan bir ishni yo'shirib o'tamsizlar qandoq? Bana dana kızım. Sabah kızım. İşimni sıkmay bana dana. Dada, canım ne oldu kızım? Bana dana. Canım dada. Ne oldu kızım? Ahmetcan sizge birini mi dedi mi? Yok dada. Deydisem tilim keyidi. Dinleydisem tilim keyidi. Dada. Zaten neymiş oldu kızım? Siz kamandırıp ketkendi. Ne dedin kızım? Dada. Bırak güzel. Canım dada. Bırak güzel dedi ama. Bırak güzel hoplattım ha. Dada. Endi qanday qilamiz? Nima taqdir bu? Yaşlı bir yigit. Endi qanday qilamiz dada? Bu kesanni. Bu kesanni onunla bəgiçə. Malı bəsi olmaz dedi. Bu işini Ahmetcan bilendi kızım. Ya, o pek bilmedi. Ya, bilemem.
Ben üzerine saklaymas kesel bop kalganligini bilmem. Canım balam. Mening aqlli o'g'lim. Ben chidayolmay qoldim-ku balam. Endi qanday qilaman o'g'lim? Canım balam. Canım dada. Ya oğlum, ben seni davaltıman. Yok dada, ben seni chet elga chiqib davaltıman oğlum. Mening bütün asli vaslim kesdim. Seni davaltıman oğlum. Yok dada, yok. Ağrıma dada. Elimim men üçün nurgun bedel tölediniz. Beni öz oğlunuzdan çağrı köydünüz. Siz bir atının balığı berdiğen hem neresini verdiniz. Bırak. Bana berişine ötükegende. Bu şok güzel. Beni Allah kaçan canım oğlum. Oğlum. Canım oğlum. Canım balam. Bakın. Öz arzu armanlarından emelge aşmay durup oğlum ketadiganligimni içime etişedi dada. Oğlum. Canım oğlum. Canım oğlum. Ömür menzilimde sizden Ebu Zuhayda'ga sizden keçirişinizi ödünüp bir işim var idi. Ben seni keçirmen oğlum. Kandaklı gibi olsun bana degin. Seni keçirmen oğlum degine. Ben oğulcunu ayıslam. Yezisidim. Benim asli ismim Hikmet. Benim ata-anam ve bir sığınım var idi. Allah, elim hayat. Dadamның cəbri zulümüdür qurtuluş. Hem pul tepiş arqılıq anamı kesel azabıdır. Namıratlıqdan qutulduruş üçün şəhərə iş izləb girgən. Bəxtimə yarışa sizge yolu qop. Təqdirim gidək oldu. Ben ulanı temin etmə yadımdan çıxamıdım dada. Ben bedeli verip ulanı hayran kaldırmakçı oldum. Etçiler bu yerde haddizişik tutundum. Lekin adamın gelip parakende kılışıdır. Öz yalgancılığının aşkarlanıp kılışıdır. Övünüş fırsatının koldan geçidir. Üzüldüm dada. Lekin ben sizleri taşlap geçişini, sizlerden paydalanışını oylayan emezmen dada. Benim kalbimden sizlerde çeksiz ballık, mehir muhabbeti var. Beni aş sehrada Lala isimli bir kuş doğdu. Ben pul tepip verip ona toy kılıp aile kurmakçıydım. Sizlerden bana sığdırgan ecrinlağa cevap kaydırmakçıydım. Hemmisi şehrin çişi oldu. Bu armanla yürüdüğümde doncuk kaldı zaten. Oğlum. Bu geplerini aman demekçiydim. Dada, beni geçirsiniz. Beni geçirsiniz dada. Canım oğlum, seni geçirmem canım oğlum. Sen benim ata-analığını oğlayamaz. Sen benim fəxirlik oğlum, canım balam. Dada. Oğlum.
iltimosim bor edi. Nima iltimos bolam, davagin. Men Zahroda tug'ildim. Shu yerda cho'qoldim. Sizning yordamingiz orqali elga tonildim. Men uydan chiqib ketganda 4 yil bo'ldi. Sizning shu Zahroda men uchun 2 maydon o'yin hozirlab berishingizni umid qilaman, dada. Bo'ladi, bolam. Bo'ladi, dada. Qachon manasan? Bo'lsa, ertaga ichida mangay. Ma'qul bolam. Sabah sen bilan birga borsin bolam. Rahmat, dada. Xo'sh, bolalarım. O'zinglarni asrang. Qaytib kelishingni umid qilaman, bolam. Qaytib kelaman, dada. Men sizning quchuqingizda olajan. Yo'q, bolam, undaq dema. Men oran turaman. Oralda turaman. Dada, bolam. Xo'sh, bolam. Uni menga topshiring, dada. Xotirjam bo'ling. Bolalarım, dada. O'zinglarni asranglar, bolam. Xo'sh, bolam. O'zinglarni asranglar. Xo'sh. Xo'sh. Ben çokum qaytib kelaman, dada. Çokum qaytib kel, bolam. Çokum qaytib kelishingni umid qilaman. Xo'sh, bolam. Xo'sh, dada. Xo'sh, bolalarım. Xo'sh. Xo'sh, bolam. Xo'sh, bolam. Xo'shal o'ltirg'na Lale. To'yimiz bo'ladigan tursa. Ha? Surat, bu to'yni bekor qilib sen baribir mening qalbimni egilayamaysan. Mening borlig'im faqat hikmat qilamansan. Bo'ldilar. Vaqti kelganda ko'ray. Yaxshi kunlarda uning gapini chiqamoqna. Bugun atoqli bir naqshchi yezimizda o'yin qo'yibdik. Bilib berib. Ko'rib kelsa qandaq? Ha? Yo'q, bormayman. O'zing boring. Bundaq chivin yutib olgandek o'ltirmay, ko'rib kel. Bo'lmasa do'stlaring bilan bog'na. Lale? Lale? Onasi nimanda xiyol surib o'ltirib ketdi. Suratning o'ltirishgan. Mushu 10 kun ichida uyni bekor qilib beringlar deydi. Qandoqmi qilamiz endi? Boshqalarning uyi istamdi qanday? Uyni bekor qilib bersin dedim. Undaq bo'lsa men bir boshqalar bilan ko'rishib boqay. Ha? Amal bo'qala. Dada, apa. Buguncha yezimizda o'yin bor ekan. Nima o'yinkan u qiz? Ahmadjon Mutallibning baxshi kechiliga o'xshaydi. Unda bo'lsa tomoqni tezroq qat qizim berib ko'rib kelaylik, ha? Tezroq chiqinglar.
Hazırla tayyor qilaman dada. Ma'qul. Ana ko'ringan bizning uy. Shundaqmi? Qarang, bir ayol chiqdi. U kim? U mening opam turibdi. Men yo'laydim. Men opamning oldidan o'zim menib o'tamayman. Vafasız oğlunu getirdim. Ben seni kucaklayıp bağrıma kandan bolsam, canım babam, beni geçirgin. Oğlum hizmet çalacakmı okşaydı bunu. Ne buldunuz? Öz apam oradan verir misin? Bu neyini diyen azap. Ondaq berib konuşup bereyim. Yok. Ben bir günde peyda olup, ben günlük yok olsam, ular bu azapkı berdaşıp verenmeydi. Hadi, yürü. Uyuma. Uzundan buyon o'zining lirik naqshlari, yaqinlik ovozi bilan bizga cheksiz ma'naviy oziq ato qilib kelayotgan Xinjiang san'at maktab o'quvchisi Ahmadjon Mutallib yezimizga alohida qadam tashrif qildi. Uni qizg'in qarshi olaylik. Men bugun söyümlük ana diyar ve barlığına bilen yüz görüşkenlikimden cheksiz xusholman. Rahmat. Rahmat. Rahmat sizlarga. Men oldi bilan o'z ijodiyatimdan orman bilan ketadigan o'xshayman degan naqshamni huzuringizga sunmoqchiman. Qani, marhamat.
hurmatli tomoshabinlar, o'yinimiz mush yerda oxirlashdi. Ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. U bolaning ovozi Hikmatning ovoziga jab o'xshaydi ekan. Nima xiyol qilyapsan, Lola? Hech nimani. Atik o'ldirishimizga bayonqi naqshchi bolani taklif qilgan bo'lsak bo'pti ekan. Bayonqi naqshchi bolani demsan? Senni xo'shal bo'ladigan ish bo'lsa, bo'ladi chaqiraylik. Bu naqshchi bolaning ovozi o'g'limiz Hikmatjonning ovoziga ajabmi o'xshaydi ekan-a? Ko'nglim Hikmatmikin deb tuyulib turibdi. Biroq ismini Bo'ldi, qo'yinglar, xotin. Ahmadjon deb ismi aniq tursa, yana Lalaning uyi o'z uyining orqasidami? yo'q. Ol tarafda. Boraylikmi? Yo'q. Ularni jiddiy to'yga tayyorlik qilyapti deb angladim. Sizning kelganingizni o'qsa, Lala hargizni to'y qilmasa. Nima foydasi? O'zimga ayon. Faqat 2 kunlik vaqtim qoldi. Hargiz undoq deyman. Ahmadjon, ular bo'lsam chiqib ketibsizlar. Bizning yezimizdan eng yaxshi yerim shu. Men sizlarni bu yerdamikin deb izlab kelishim. Bu yer yaxshi ekan. Bir aytishingiz bormi edi? Ha. Mening ismim Surat. Bugun tushdan keyin mening maslachim bor edi. Men ishinglarni alayda qadam tashrif qilib beramdikin deb keldim. Vaqtinglar chiqsa qatnashib bersanglar. Bo'ladi. Yaxshi gapgan-ku. Kim bilan to'y qilasiz? Yezimizdan eng go'zal qizi Lola bilan. O, sizni yaxshi ko'ram-da. Buni so'rab qoldingizmi? Bo'ldi. Tushdan keyin o'ltirishingizga biz cho'qim boramiz. Xotirjam bo'ling. Rahmat sizlarga. Men sizlarni kutaman. Ma'qul. Ma'qul.
tushdan keyin ko'rishaylarmisa surat ha to'xtab turing. nima ishdi Bo'ldi. Tushdan keyin paranglashaylik. ma'qul. Ağaylar, pek kurgan mehminimiz çokum kilodu. Mehminimiz kayıkça. Külçü çakşakla oturmayınız mı vallahi? He? Kada? Evet. Kaptan. Sana oturalım. Gel buraya gel. Kanda kafalar. Yaxşı. Gel. Gel al. Oturalım. Gel. Kegin ala bek yaxshi oldu. 30 o'g'il 9 qiz. Biz yo'li qirg'an mehmonlarmi kep bo'ldi. Bugun Lada ishkimizning, to'yimizning maslahatchi. Shu oddiy o'smo ko'pchilikka bu dasturxonni hazırladik. Qanamiz do'stlar, ichilib, yeyilib o'ltiraylik. Tamoq chiqcha, qani bu noz-ne'matlardan og'ash o'tirsanglar. Kegininglardan minnatdor bo'l. Yo'q, undaq dema. Sizlar to'yimizni usturpagan bo'lsanglar bek yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, shunday qilamiz. Bu yerga kelib ko'rib qolaman. Jenim Lola, men unutqansan. Asli bu to'y bizning bo'lishi kerak edi. Rahmat. Lekin sening muhabbatingdan, yaxshi ko'rishingdan ayrilib qolish, o'limdan ortiq azob emas. Men bu ishni oydinlashtirib olmasam, yo'limda xotirjam yotamayman. Sen bilan muhabbatimizga zotan kim xiyonat qildi? Terib qolmagansiz, ha? Yo'q. Kechiringlar. Ikkimiz chiqib ketsak o'tga. Hozir nima? Sababsiz o'tirdim. Nemişti? Meni nimaga chaqirgandingiz? Dostum, bu men Hikmet. Beni tondun mu? Canım dostum, seni pek sevgindim. Pek sevgindim seni. Canım dostum. Sen bu işlerini özü yoşurup da dep benden renci sen şundak mı? Yok. Rencime dostum. Seni köp kıttım. Öz işlerim için çaptırıp pek avarı kılıp ettim. Sana rahmet adaş. Ben senin dek dostum boğalıkıdın pəğirini ben. Ata-anamның ahvali, singlimning ahvali qandayroq? Bana so'zlatmagin. Sen canım adaş, sen bunda yansınıp, sen dostum, sen canım dostum, ben senden ömürlük ayrılış aldıp durmadım ben. Bu yaykini tanışmayan adamım mı? Fakat sen birla. Benim yana bir neçə günlüğümde kaldı. Şuna ata-anamga mı, Lalaga mı tanışıp vermedim. Lekin bu toyning tegiga hech yetemedim. Bana zodi kim xiyonat qildi adaş? Menni gap so'rama. Menni gap so'rama. Ne bo'lding surat, ha? Ne bo'lding surat, ha? Menni gap so'rim deyman. Menni gap so'rama. Menni gap so'rama. Dostum. Senden bir manış kalbim yok.
Çünkü sen vicdan egisi. Sen bundan numusuzluğunu herkes kılmaysan. Benden gap sorma. Benden gap sorma. Benden gap sorma. Kim buldun la? Hiç nima bulmadık. Sizni köpçülük bir nakşa etip veremdiki dep saklavatıdı. Aman hazır. Yürü ona. Süret. Sizler kirip durunlar. Ben arkaladınla kirme. Qaraganda Lola vijdonsizlik qilmagan. Surat menga diyanmay vijdon azobi totib etibdi. Qadrdon do'stim. Köpçülükке rahmet. Men burun bir dostumga sana beg'ishlab bir naqsh ijod qilaman. U naqshini sening to'yingda aytib beraman degan edim. Men shu naqshamni sizlarga aytib beray. Naqshingni bakma anglag'im keldi. Haras Hikmat, menga beg'ishlab naqsh ijod qilaman degan va'dangni unutib qolmadingmi? Unutib qolmayman Lola. Men cho'qim bir kuni sana beg'ishlab naqsh ijod qilaman. Bu naqshini ikkimizning to'yida aytib beraman. Yıllar esnedim seni, hicrandan kıynadım beni. Yıllar esnedim seni, hicrandan kıynadım beni. İp kana gülüm, bana bergen verdiler seni. İp kana gülüm, bana bergen verdiler seni. Ta ebed men senin digendim, men senin digendim. Ta ebed men senin digendim, men senin digendim. Resmini Rabbi g'yrillerde, Gülşen gar hayat yürgendim. Resmini Rabbi g'yrillerde, Gülşen gar hayat yürgendim. Yağdırdı mı biz gülüşkenken, yağdırdı mı bedleşkenken, yağdırdı mı biz gülüşkenken, yağdırdı mı bedleşkenken. Bugün nigar ayrılık senden, bu yelkemge bürünmek tutar. Bugün nigar ayrılık senden, bu yelkemge bürünmek tutar.
bilmekte acep hem giderler kalar bu alem mengülükке aman bollalem men giderler kalar bu alem mengülükke aman bollalem men giderler kalar bu alem mengülükke aman bollalem Hikmet! Siz Hikmet şundaqmı? Yo'q. Toyqı naqşı maң bir sanğan naqşı ha? Gep qılın ha? Yo'q, siz meni xato tanib qoldingiz. O Hikmetken. Hikmet! Hikmet to'xtab turing Hikmet! Hikmet! Siz yolg'on aytyapsiz. Hikmet siz shu. Toyqı naqşı maң bir sanğan Yo'q, men naqşı Hikmet şundaq emas. qo'y Hikmet. Men Ahmet. Meni aldatyapsiz, siz Ahmet emas. Siz rost Yo'q, Hikmet. Yolg'on dayatyapsiz, siz Hikmet. Nima deb yolg'on aytasiz Ahmetjon? Ko'zlaringizga talmirib, qo'llaringizni tutib turgan mush qizni 3-4 yildan buyon yod etib kelgan Hikmat siz emasmi? Siz kech kunduz Lolani baxtli qilishni o'ylagan Hikmat siz shu emasmi? Rahmli Hikmet bak. Bu sen mi? Ana, Ben seni de beni günlerini kömüdüm. Ben seni kancılık küttüm bilemsen. Sen tekli şahsiyet gelsen Hikmet. Bana nimişki birer parçamı xat yazıp koymaysan. Nimişki xat yazmaysan Hikmet. Gep kala. yozgan. Men surat orqali sana xat yozgan. Ben yozgan. Bana aytdinglar. Gepirip işenmeydi. Beni kechiringlar. Men odam emas. Men odam emas, men hayvon, men hayvon. Meni urg'in. Hikmet. Meni urg'in jenodash. Meni urg'in jenodash. Men odam emas, men hayvon. Meni urg'in. Ben öyleydim. Ben öyle. Urgan bilen faydası yok. Seni emdi. Öz vicdanım sonra kısım. Beni urgan adaş. Beni urgan. Ben Lolani çeksiz yaxşı görsem mi? Bak hem onu tahtı kılamayım. Meslek tahtlayım. Ben öyle. Beni urgan canım adaş. Beni urgan. Beni urgan adaş. Sen beni kıyırmayma. Beni kaldığını nasıl Hikmet? Sen beni kıynama. Endi onda kıynama. Berdaşlık veremeymen. Endi ölüp kalamam. Bana ölümün gibini kıma Lale. Bu rezil ölümden bilenlik etsin. Ben ötüş aldı durgan bir şah. O sana diyoruz veremeydi Lale. Hikmet! Ahmetcan! Hikmet! Ahmetcan! Hikmet! Görvatam sen! Benim tatkılığımı görvatam sen! Bana bir katım! Bana fakat bir katım kümünek fırsatmazsan! Ben Lale'ni yanındaki özlemli bağır kazanmıyorum! Veremey vatkan ata-anamı koşalmışsam! Bu bana nimet tatkılığımdı! Oldu kılım! Sabah! Oldu kılım Ahmetcan! Bana ne geldin? Sizin meydanda nurgun kişiler saklap kaldı. Haklı şeydi bana.
Gözün aç adaş. Lale. Gülsüme de Lale uşak geldi. Hikmet. Hikmet. Ay. Hikmet. Hikmet. Neredesin Hikmet? Hikmet. Hikmet seni. Hikmet. Oy kızım nimdeydiğansız Hikmet şu ketken tükenmedi. Akam kepti mi? Akşam nakşetxanaylı bala Hikmet şu ken. Yürügüm tonup tükendi oğlum ne? Benim akım sen nerede? Hikmet. Oğlum Hikmet çattı mı? Hikmet. Hikmet canım oğlum. Hikmet. Hikmet. Toptuna. O nerede ki o? Allah şey Nerede? meydanda kepsiz bulunma. Çakkan baraylı. Hikmet. Hikmet oğlum. Hikmet. Hikmet canım oğlum. Geldin mi sen? Hikmet. Hani ben geldim oğlum. Benim akım. Kes bulunma kes. Kes. Dadısı çakkan bozuklar. Bana. Oğlum kaptı. Benim Hikmet'im kaptı. Senin oğlum kaptı annesi. Oğlum kaptı. Hikmet. Hikmet. Hikmet oğlum. Hikmet. Hikmet. Canım oğlum. Canım oğlum. Hikmet. Oğlum bari ben geldim. Bari ben geldim. Oğlum Hikmet. Doktor Ahmetcan qandaqarak? Doktor balının ahvalı qandaqroq? Amal bo'lmadi. Faqat amal qilamadik. Kirib didarlashib olinglar. Voy nima gap bu endi? Hikmet, Ahmetcak. Hikmet. Canım akım. Benim yaxşı akım. Batın yalıqdaki bir tala akım. Canım akım. Oğlum Hikmet. Nim bo'lding o'g'lim. Bizni shuncha uzun tashlab etamsan. Yo'q. Endi tashlab etsam bo'lmaydi jinim o'g'lim. Yuragimning parisi qo'zam. Bizni tashlab ketma qo'zam. Hikmet. Hikmet Sensiz qanday oğlum. yashayman qo'zam. Hikmet oğlum. Meni tatqilib. Keçirgin balam. Emmeni kıkan ben. Ben senin aldığın eyipkar. Beni keçiriver canım balam. Ben senin ornunda muşkiselleri kurbanıp gideyim. Bursan olmamdı. Canım balam. Sensiz qanday yashayman. Baba, mana men qo'zam. Ben sana qarayammidim. Ranjimagan. Mendin. Azap geldi. Senin razı qo'zam. Aslida ajoyib she'rim orzularim bor edi. Sen yaxshi odam bo'lganingda xush bo'ldim. Sana ming rahmat dada. Canım dada, opamning holidan, bu dunyodagi bir top singlimning holidan obdaroq xabar olib qo'yasan. Sana dadammi mendan rozi bo'lib ketsin. Undaq deyma. Gel Lola. Meni bırak kelgin. Ben seni bir gün yoldan çıkardım yok. Menmişim Hikmet. Ben seni bırakçı edim. Bırak. Bırak ki olmadı. Ben sana baktayım. Lekin sen üçün sehpar boğan. Seni bütün ömürde söylerim. Önümdeki bahtsız yigitni unutma. Seni unutmayın. Mahkumlu Lale.
Mana bu lenta. Mening sen uchun aytgan naqshilarim, yurak so'zlarim, arzu armonlarim bor. Obdan saqlig'im. Maqul, yerimda qilaman Hikmat. Hikmat.